Mening baydadam yo'q. Men oliy maktab imtihonini 3 qatim berib o'tamadim. Harvard universitetiga 10 qatim iltimos sunibmi qabul qilinmadim. Imtihon olg'uvchilar hatto men qarabmi qo'ymadi. Oxiri shahrimiz bo'yicha 3-4 qatorda turgan pedagogika universitetiga o'qishga kirdim. O'qish bitirgandan keyin xizmat izlab 30 yerga bordim. Hammasi meni rad qildi. Shu kunlarda ko'nglim yerim bo'ldi, ham qattiq tushkunlashdim. Keyin uyga aran $10 maosh olib oliy maktabda dars o'tdim. Chunki men ko'ngildagidek xizmat topolmagan edim. 1994-yili men internet deb ataladigan bir narsa bilan shug'ullansak bo'g'dak degan chig'imda 23 odam qarshi turdi. Ular menga "Bu bak ahmoqona xiyolkan. Biz internet degan narsani anglabmi baxmagan. Sen bu kompyuter to'g'riliq hech nimani bilmaydigan tursan" dedi. Men azaldan o'zimni aqlli deb qaramayman. Hech kim mening muvaffaqiyat qozona oladiganligimga ishonmadi. Hammasi meni bu hech kimga o'xshamaydigan fikr qiladi, hadis sarangdek amalga oshmaydigan ishlarni o'ylaydi deydi. Men bankidan $3000 qarz olish uchun 3 oy chapgan bo'lsam, yana ololmadim. Biz 30-40 tak tavakkul mablag' salg'uvchilar bilan suhbatlashdik. Lekin hammasilar bu tur bo'lmaydi ekan. Yaxshisi bo'ldi qilinglar dedi. Nurg'un kishi Ali Babaning savdo andizisi yaxshi emas deydi. Men bo'lsam, men bu ishda muvaffaqiyat qozona oladiganligimizga, shirkatni cho'ngayta oladiganligimizga ishonaman dedim. Lekin bugünkidek buncha cho'ngayib ketadi deb o'ylamagan edim. Men meni kutayotgan bir narsa bor. Tirishib o'zimni isbotlashim kerak deb ishonatdim. Shuning bilan biz 18 nafar qurg'uvchidan $50,000 yig'ish qilib ishni boshladik. Dastlabki 3 yilda $1 mi kirim qilmadik. Lekin bu mu oson emas. Biz nemishqa bu ishni to'xtamay davomlashtirdik. Chunki biz abonentlardan kelgan nurg'unlagan rahmat xatlarini topshirib oldik. Ular xatida "Bu bak yaxshi bo'pti. Garchi sizga pul beramisakmi, lekin bu ishingizning bizga ko'p yordami tegdi. Bizga davomli yordam qilsangiz, cho'qim bir kuni muvaffaqiyat qozonsiz" debdi. Men ham shunday bo'ladiganligiga ishondim. Biz asta-asta har xil mulozimat turlarini yo'lga qo'ydik. Asta-asta aslaha sistemalarimizni qurib chiqdik. Mana 16 yildan keyingi bugungi kunda bizning Ali Baba guruhimiz, Tianmao guruhimiz, Ali chiqimdoni guruhimiz bor bo'lganda, kishilar mendan "Siz bak aqlli ekansiz, qanday qilib shunday bir korxona qurib chiqa oladingiz?" deb so'rashdi. Bill Gates, Warren Buffett, Jack Welch, Larry Page, Mark Zuckerberg qatorliq kishilarning boshqalar bilan bo'lgan farqi shuki, ular kelgusiga nisbatan hamisha nihoyat umidvor pozitsiya tutadi. Ular azaldan hech nimdan og'rinmaydi. Hamisha boshqalarning masalasini hal qilish uchun boshqa turadi. Umidvor pozitsiyani saqlasangiz, hamon bir kun fursat oldingiz keladi. Nurg'un kishi, "Moyin apandim, amsa fursat zodi qayerda? Mening xizmatim yo'q, u narsam yo'q, bu narsam yo'q" deyishidi. Biz bu asrdagi eng yaxshi vaqt yashayapmiz. Sizning eng zo'r dasmoyingiz yoshligingiz. Hargiz og'rinmang. Og'rinishni boshqalarga bering. Fursat hamisha kishilar og'ringan yerda bo'ladi. Boshqalarnikiga o'xshamaydigan ishlarni qilishga tirishing. Men boshqalarnikiga o'xshamaydigan qiladigidek qanday ishlar bor deb o'ylang. Ham o'ylab yetgan chig'ingizdan boshlab qilishni boshlang. Men kechasi nihoyat qaltis xiyollarni qilib, tong atgan chaqda yanıla ilgirki xizmat o'rniga chopadigan yoshlarni ko'p uchratdim. Qarxanchi bo'lgan ekansiz, ishlarni boshqalar qilib olishdan burun qilishingiz, boshqalardan burun uyg'onishingiz, ham boshqalarga qaraganda jasoratli bo'lishingiz kerak. Abonentlarning ehtiyojini qondirish uchun xizmat qiling. Hammaylar uchun. Har biraylar uchun. Atki yep-yangi bir kun uchun ishni boshlang. Harakatga o'ting. Mablag' salg'uvchilar ishinamdi, ishonmamdi. Do'stlaringiz ishinamdi, ishonmamdi. Ota-onangiz ishinamdi, ishonmamdi. Bularning hech qaysisi muhim emas. O'zingiz ishonsangiz, qo'shuningizga ishonsa ham shu ish uchun kech-kunduz tirishsanglar, cho'qim uni vujudga chiqara olasizlar. Ko'proq xatolik o'tkazib yiqilib tushsangiz, qayta o'rningizdan turing. Barliq xatoliklarning sizga cho'qim foydasi tegadi. Puldan hargiz ansirmang. Pul odamga agishib keladi. Odam bo'lsa, g'oyasiga agishish kerak. Navoda g'oyangiz bo'lsa, uni qo'llashing. Meningcha, hech kim dunyoni bo'ysundira olmaydi. Biz faqat uning uchun xizmat qila olamiz. Boshqalar uchun yoki o'zingiz uchun xizmat qilsangiz bo'ladi. Lekin men o'zim uchun xizmat qilishni tanladim. O'zi uchun xizmat qilganlik, jamiyat uchun xizmat qilganlik. Navoda rostilla o'zingiz uchun xizmat qilgangiz bo'lsa, boshqalarni o'ylang. Chunki boshqalar muvaffaqiyat qozongan va xush bo'lgandilar. Ondan sizmi muvaffaqiyat qozona olasiz, ham xush bo'la olasiz. Ham xush bo'la